603 original rastamoshka bo'lgan bo'lsa, kosmos narx sotiladi o'zi mashinalar. S350larini hozir W221 topa olmaysizlar. O'zi 221 sotuvda yo'q. Mana men sizlarga 603 original rastamoshka bo'lgan dokumentalniy W221 ni 96 ming kilometr yurganini topib qo'ydim. Bunaqasi har doim ham bo'lmaydi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan aka 221 larni to'g'ri keldi. Nima bilasizmi? Ko'pchilik buni 221 ni 223 ko'rinishga keltirib qo'yishgan. Original stok holatdagi, zavod holatdagisi juda kam. Mashinamiz ham endigina 96 ming kilometr yurgan. 2007-yil, o'z menimcha 2008 bo'lsa kerak, istoriyasi bor. Konstruktor emas, aleyop bo'lib yig'ilmagan. Mashina zavoddan shu kuzov, shu motor bilan chiqib, O'zbekistonga kirib, O'zbekistonda haydalgani, diska balon holatlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Tonirovka razyenlari ham bor. Salon holatini ham ko'rishingiz mumkin. Salon holatida ham bironta joyida bir qirilib, yirtilib qolgan joylari yo'q. 96 ming yurgan u. Hali bu mashinalarga apkatka desak, oshirib yuborgan bo'lamiz-yu, yaxshi sastiyana deganida, aka. Narxini hamchi 33.500 dollarga ko'ndira oldim. Bo'lish narxi shu. Egalariga telefon qilib, maslahatlashib, gaplashib, xarid qilsanglar bo'ladi. Endi ovozini ham bitta eshitib, videoni tugatamiz. Ovozini eshitib olsizlarmi ovozini?